Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Chorva Market YouTube kanalimiz ashaddiy kuzatuvchilari, chorva buqa ishqibozlari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'nbog'ich Mo'g'rot mahallasidamiz. O'tkirbek akamizda hurmatli obunachilar, boqib tunnali qiladiganlar uchun buqalarning originallari chiroylab ko'rsatib beraveramiz. Bitta ko'rganda aka ishonavering sizga yoqadiganlar. Xudo xohlasa, bugun sanamiz 3-aprel sanasi, haftaning Saydulla ayyom juma kuni 2026-yil. Hurmatli obunachilar, chiroylab ko'rsatib beraveramiz. Siz qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar dastavkalari butun O'zbekiston bo'ylab chiroylab yetkazib berishadi. Xotirjam bo'laveringlar akalar. Mollar ko'ringlar, voy mashalloh. Joning sog' bo'lgur. O'tkirbek aka, Asilbekjon aka Xorbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma obunachilarimizga assalomu alaykum. Qalaysiz-ku? Charchamadingizmi? Hammani juma yomidan butun musulmon xalqimizni, yer yuzi musulmonlarning juma yomidan tabriklaymiz. Asilbek, ana buqani xudo xolosa chempionlarini, zo'rlarini, haqiqiy liderlarni olib qo'yganmiz, xudo xolosa akajon. Voy joning sog' bo'lsin. Molni olamiz 1 sekund. Minut endi katta vaqtga aylanib ketadi. 1 sekunddan vaqt nima deb bekarga boqmaymiz, olamiz, boqamiz degan aka-ukalar bo'lib turgan bo'lsa, xudo xolosa aloqaga chiqishadi. Buqani xudo xolosa zo'rlari har doimgidek o'zimda Asilbek. Gap yo'q. Joning sog' Asilbek, dastlabkalarimiz bo'lib turibdi. Xorazm Xanqaga sotgan mollarimiz, keyin ertalabda xudo xolosa Toshkent Chirchiqda buqalari bor Asilbek. Hali Angus buqalarimiz berganmiz akalarimizga. O'shalarimiz yuklanadi. Toshkentdan oladigan aka-ukalarimiz ham aloqaga chiqishaveradi. Bitta oladimi, 5 ta oladimi, 10 ta oladimi? Ma'qul kelganiga aloqaga chiqaveradi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, bilasizlar O'tkirbek akamizda, hurmatli obunachilar, yaxshi narsalar bo'ladi. Asilbek, biz har doim sifatga, narx-navoga ishlaydi akamiz. Asilbek, ham unaqa qimmat bo'lmaydi, sifati ham zo'r bo'ladi. Qo'ldan kelganicha mana shu obunachilarimizga boru, molni ham zo'rini olib kelib qo'yishga harakat qilyapmiz. Sabab bizdan olgan odamlar ertaga baraka topish kerak, quruq go'ngni tortib qolgani bilan ish bitmaydi. Partiyamizga 3 partiya molimiz bor Asilbek bugun ya. Aka, O'tkirbek aka. Siz mol bergan odam baraka topsa, keyin siz ishingiz yuradi. Albatta. Siz duo qiladi u odam. Asilbek, mana qarang. Bizda onlayn savdo bilan offlayn savdolarimiz bor-ku. Bir xil shu joyni aytib ketay. Misol, o'zimizni shu vodiy ichida ham ko'pchilik kelishadi-ku, bilasiz. Keladi, aytilgan bahosini xayriga o'tib bera olamiz xolos biz. Ko'p emas. Sabab haligi bir 30 millionlik buzoqchaga 42 million, 38 million baho qo'ymayman. Maqsadim sotish bo'lganligi uchun yaqin qo'yib ketaman. Shu joyga ahamiyat berib qo'yishaveradi. Gap yo'q. Endi Asilbek ma'lumotlarni berdik. Pullarga kelaveramiz bo'lmasa. 3 partiya chiqarib beramiz aka. 3 partiya buqamiz bor bugunga. Angus so'raganlarga 2 ta yoshroq Angus'imizdan ham bor. Videoni oxirigacha ko'rishsa. Gap yo'q. Ha, qarang, Asilbek yelkani qarang. Joning sog' bo'lgur. Qizil sherga o'xshab qolibdi-yu bu. Mana shu kirib kelishda buqalarni ko'rib shunaqangi maza qilib yordim. Shunaqangi kayfiyatim ko'tarildi. Endi sizlarda ham molxonalarida shular bo'lib tursa, qani endi maza qilib yorasizlar akalar. Qilganlarda shu fermasida, olxonalarda eng kami 50 ta, 100 ta buqasi bo'lsin. Mana shunaqa. Chunki hayvonda, tuyoqda baraka bor. Shunaqa aka. Asilbek, baholarga kelaveramiz, buqalarimiz mana ko'rinib turibdi. Bularda aka uchalasi ham birda-yu, qaysi biriga qanaqa baho qo'yamiz? Ha, baholari ham endi yaqin bo'ladi, lekin bular tarozga tortkizmadim Asilbek. Endi buni haliga 850 kilo, 900 kilolik buqa deb vahima qilishim kerak emas. Endi oyog'iga xudo xolasa hisob bilan qo'yib beramiz, lekin o'zlari uchun hisobini olib qo'yishaveradi. Haliga 30-32 millionlik molcha qoniga kirib ketadi bularni. Chunki kichkina mol emas bular. To'g'risida o'zi 2-3 oy boqaydigan bo'lsa bor Asilbek. O'zi buqa bo'lib yetiladi bular. O'zi buqa bo'lib yotibdi-ku. Shunaqa aka. Pullarga kelaveramiz endi ukajon. Qiziqtiradigan joyi. O'tkirbek aka. Gapiring aka. Qochirmay kelishtirib, o'zingizga o'xshab, doimgidek. Asilbek, keling. Mana bu birinchida turgan sementalimiz bor-ku. Bular keyin semental, bular oqbosh yoki Greenford emas. Parodalar semental parodaga kiradi. Go'shtdorliklari o'ta go'shtdor. Go'sht yo'nalishini buqasi. Birinchida turgan buqamizga bor Asilbek. 37 million 500 mingga aloqa chiqishaveradi. Savdosi bor. Seryozni ya? Asilbek, maqsadim soch. O'tkirбек ham 40 ustida gapiradi deb turadi. Asilbek, baho bo'ladigan bo'lsa bor-ku, buqaga 40 million qo'yganda ham ko'tarib turibdi. Lekin nima deganda ham. Bular o'zi ko'rib turibsiz-ku, kichkina gap siyla beriladi. Savdosiga o'tiladigan joyi bor. 37 million 500 ming so'm savdosiga o'tib beriladi Asilbek. Ikkinchisiga mana Asilbek. Gap yo'q. Asilbek, bunisiga bor-ku. Bor ana
Bunday qilaylik. Mana shu ikkoviga boru. Tanlab olishaversin o'zlari uchun. Hech bo'lmanga tanlab olsin aka. Bo'ldi, Aslbek gap. 36 million 500 mingdan tanlab olursin. Seryozni ya? Aslbek baholar agar boru mana shu mollarimgacha 40 milliondan qo'yganimda hamchi buqa ko'tarib turibdi. Bir joyda bo'lsa 72 million ketaveradi aka. Bir joyga qo'shmabman-da hozir men miyada. Bo'ldi, 36 ga 36 72. Ikkalasiga bo'lsa tanlab olishganda 36 million 500 ming so'mdan aloqa chiqishaveradi Aslbek. Mana bittasiga 37,5 ga aloqa chiqishaveradi Aslbek. Mana bu qora. Gap yo'q. Yurishlarini ko'rsatib qo'yaymi? Mayli agar yeching bir o'zingiz qiziqqaningizga. Hammasiga qiziqib turibman. Yechingchi qani? Endi Aslbek bu yechaymi deganimiz sababi mana bu musofir davlatda turgan, keyin onlayn oladigan aka-ukalarimiz bor-ku. O'tkirbek molni bir yechib ham olib chiqib ko'rsatib qo'ying deganlar ko'p bo'lyapti-da. Quvonchbek qara. Talablarga binoan aka. Shunday. Mana. Voy joning sog' bo'lgur. Mana akalar. Bo'yindagi tasmasi ajoyib qilib turibdi-ya bu qana. Mana Aslbek. Molni uzunliklari ham hammasini bitta-bitta yechib ko'rsatib qo'yaman. Video cho'zvormay turasiz. So'raganlarga yechib ko'rsatyapman buni. Buqa bor aka, dot degizaydigan ekan. Aka, tushunavering. Puli bor odam qiziqadigan narsa ekan. Mana akalar. Endi ikkinchisini yechib ko'rsatamiz. Olib kir buni. Olib kiring. Olib kir ketar joyiga, bo'ldi. O'zini tutishlari ham zo'r ekan lekin bu qani. Yo'q, to'xtang aka, nimaga ham olaylik Instagramga buni. Bo'ldi, oling. Qo'yavering. Ana shu yerga boylab turaversin. Buni yechasizmi? Yo'q. Instagramga oling bo'lmasa keyin bu yoqqa ana qilamiz, yechib ko'rsatib qo'yamiz. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar. Joning sog' bo'lgur. Aslbek so'raganlarga, talablarga binoan deydi-ku. Ya bo'lakcha va aka bu ham. Qoplonda, qizil qoplon. Jonivor. Gap yo'q. Ikkinchisi. Endi uchinchisini olamiz. Mana akalar. Ishtahalari ham bo'lak ekan. Mana. Keling Aslbek. Mana buni ko'ringlar-da endi akalar. Buqani asli bor-ku Aslbek. To'g'ri, kichkina qursh shoxchasi bor-ku, lekin haqiqiy buqani bo'risi mana shu buqa bo'ladi. Ya uzunligi bo'lak ekan aka. Hozir mol formasini bitta ko'rasiz. Buni uzunligi bo'lak ekan. Hozir ko'rasiz. Ya YouTube'ga cho'zilib ketmayaptimi Aslbek? Yo'q aka. Ha, olib Yaxshi turibsizmi? narsani, olib turibman. Ya. Siz Yaxshi qo'ygan deb. narsani aka. Ko'rsatib berish kerak-da, baribir. Yo'q, Aslbek so'raganlar bor, tushunyapsizmi? Ko'rgan odam ham maza qiladi. Men o'zimdan O'tkirbek shuna yechib ko'rsatib qo'yinglar deb turganlar bor-da, tushunyapsizmi? Zo'r, olib kiravering aka. Mana orqasidan ham bitta olib bering Aslbek buqani. Olib kiravering. Mana jonim. Voy joni sog' bo'lar. Hammaga nasib qilsin mana shunaqalar. Akalar mana Angusni zo'ri. Ikkinchi partiya bo'lib qolyapti aka bu. Ha, Aslbek bu xudo xolasa qora sher bu o'zi addenli bu. Bitta. Joning sog' bo'lgur. Mana akalar. Aslbek bir dunyo. Aslbek, Okey. bu boru sakrashlari mabodo zotga qiziqqanlarga ham o'ta zo'r ekan. Qo'rqmasdan bexijolat tavsiya qilaveramiz. Uchadi jonivor, sakrashlari ham zo'r, keyin tuyoqlari bor Aslbek. Bitta o'zi shu nima deydi? Ko'rib turgan odamlar uchun bitta olib qo'ydi, tuyoqlar ko'ryapsizmi? Stakan, filtr yo'q hali. Yosh. O'zi Angus tuyog'i aka juda baquvvat bo'lar ekanda. Ya tozalarniki baquvvat bo'ladi-da. Mana bunaqa kategoriyaniki baquvvat bo'ladi. Mana Aslbek jonivor. Lekin veslarni ham kichkina ko'rib qo'yishmasin. U haligi 550 kilo, 600 kiloli molcha emas lekin. Tarozga qo'yilgan. 600 kiloni ancha tepasidagi mol. Gap yo'q. Chetda turgan joyda tarozga halol pak shuni qo'ydirib kelib bera olaman. Labzi halolda bunisiga. 600 kiloni tepasidagi buqa. Ishqibozlariga qochirmay kelishtirib Qarang, bitta fikrda Aslbek. Misol mana shu molingizni mana o'rtacha hisobda 650 kilo deb turaylikda, misol. O'zi 350 kilo go'sht qo'shadigan bo'lsa, 1 tonna bo'lyaptimi? Hisobini olib ko'rishaveradi. Shunaqa. Hisobini o'zlari uchun olib ko'rishaveradi. O'tkirbek aka necha pul aytamiz endi buni? Aslbek bu qolgani Mol zo'r. Mol xotirjam tonnaga boradi. endi Aslbek bu Angusga baho aytishimdan oldin bitta narsani to'g'ri tushunsinda, misol bu Angus moldichi Aslbek 250-300 kilo olsa ham o'zi 32-33 so'da bo'lyapti, joy kelsa. Kichkina 30 haligi 250 bu 300 kilo ham chiqmaydi shu buzoqcha. Endi bu kilolarigacha o'zi qo'yib turilgan narsa-ku. Aslbek buqani bor-ku. Baho bo'ladigan bo'lsa 65-55 million tilga olinish kerak-da molni o'zining holatiga. Mol ko'p, lekin moli bor-da. Bu arzon pullik mol emas. Chunki sifati kelajagi o'ziga javob qiladigan holatda turibdi-da, buni to'g'ri tushunsin. Molga Aslbek baho bo'lganda 55-52 baho qo'yishim kerak. Lekin maqsadim sotish bo'lganligi uchun bor-ku. Hop. Menga qarang Aslbek, oldi qochdi qilmaymiz. Ma'qul kelgan aka-ukalarimizdan bo'lib qolsa,
44 millionga aloqaga chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. 44 million. 44 million Asilbek, lekin savdomiz deyarli tugayapti chetda. Lekin aka bunga borku, vohaliga keladi. Shunaqangi ishqiboz buni. Bundan qilib bozorlarga olib chiqib sotadi inshaalloh. Asilbek, 1 tonnani bu mol endi haligi 1 tonna ham kichkina vesmas to'g'ri, lekin 1 tonnani bir oyoqda bitta tepganda o'tib ketadi. Bu mol. Mol o'zi ko'rinib turgan narsa-ku. Zo'r. Telefonga sig'yaptimi o'zi bu? Tuyoqlarni ham o'yinchi shu holatiga. Joning sog' bo'ling. Mol bitta yetarab ko'rsatib qo'yaylikmi? Yurishini. Akalar, mana navbatdagi partiya 3 bosh, ozgina, sozgina. Asilbek, Aka. bularning soniga 3 bosh bo'lyapti, ko'jon. Bundan keyingi videomizda ikkita o'sha rossiyskiy toza ikkita angusimiz bor. 30 millionda pastda so'raganlarga o'sha quloqda vilkalarni bitta ko'rsatib qo'yamiz ularni ham. Zo'r. Xo'p, pullarga kelaveramiz, ko'jon. Zalga borganga o'xshab ketibdi. Bo'yinni qarang. Asilbek, bo'yinda o'ziga bitta e'tibor berib qo'ying. Voy, mashalloh. Ana bu Asilbek. Mana. Haqiqiy toza angus jonivor. Xudo xolosa olgan odam maza qilib boqadi jonivor. Buni olgan qassob ham maza qilib qiladi aka. Shunday. Buqa o'ta go'shtdorda. Ana. Go'shiga suyagini yetkazib bo'lmasa kerak. Yelkamidan bo'yim bitta bo'lib ketganda o'zi kallagacha o'zi bir xil bo'lib ketgan, qarang. Xo'p, pullarga kelaveramiz bularda. Mana bu birinchida turgan Greenfordimizga borib Asilbek. Baho bo'lganda bunga ham endi 35,5-36 tilga olinish kerak bo'lyapti endi asli o'rtacha hisobda. Mana shu ikkalasi birinchi bilan ikkinchida turgan molimgacha Asilbek 32 million 500 ming so'mdanga savdosiga o'tiladigan joyi bor. Ikkalasiga bir joyga. Ha, mana. Lekin akalar, mana buni sifat juda ortiq narsa ekan. Xo'rozga o'xshab turar ekan o'zi. 32 million 500 ming so'mdan mana bu Greenfordimiz bilan uka. Mana Mickey Mouse janoblariga. Kim o'z? Yur jonim, qo'y. Qo'y. Zo'r. 32 million 500 mingdan aloqaga chiqishaveradi. Mana buqa. Angus kabi yelkaga. Gapiring aka. Asilbek, boya ham endi Angus haqida Endi aka bitta gapda, hammasini ham maqtab o'rganingiz bilan yog'i chiqmaydi lekin. Yog'i chiqmaydi, lekin molda o'zi shundoq o'zini o'zi maqtab turibdi aka. Bo'ldi, qisqa qilamiz. 34 million 500 ming so'm. 34 million 500. Zo'r. Dangalga Asilbek, lekin Angus arzon mol emasligini o'zlari uchun ham hisobini olib qo'ysin-da. 34 million 500 ga aloqaga chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bizi bo'yinda qoladi. Gap yo'q. Yetkazib olib borib beramiz, xudo xolasa. Bu ikkalasiga 32 million 500 ming so'mdan aloqaga chiqishaveradi. Savdosiga o'tiladigan joyi bor. Hammasiga savdosiga o'tiladi. Mana akalar. Xo'y, joning sog' bo'lgunlarni. O't bu yoqqa. Yo'q, qochib ketdi. Haydab o'tamiz. Yondan bosib yubordi-va. Olib o'ting bu yoqqa. Asilbek, quloqda ru vilkalarni olib berasiz. Bular ham Angus, faqat shoxchaslari bor, ozginadan. Hayda. Aka, Rossiyani moli va boshqa bo'lar ekan. Ajrab turadi, ha? Jonivor va boshqa bo'ladi. Uch karra kirib ketib qoldi-yu. To'xtang, olib chiqib oling shuni. Mana akalar. Darsxonaga to'sib yuboring. Mal. Qoldi, mana. Asilbek, pullarga kelaveramiz bularni. Mana sizda bor uka. Mana chap tomonda ko'zda kichkina oqchasi bor ekan, shuni halol paga aytib ketaylik. Narigi ko'zi zo'r. Bir tomonda kichkina oqchasi bor. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Ko'rindimi? Buni bor Asilbek, ko'zining oqchasi borligini hisobigachi 26 millionga aloqaga chiqishaveradi. Savdosiga o'tiladigan joyi bor. Aha. Zo'r. Kattarog'ini-chi bunisi, endi o'zi ko'rinib turibdi mana, bunisi kattarog'. Buni bitta o'ziga Asilbek 28 millionga aloqaga chiqishadi, savdosiga o'tiladigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Sizlardan ham ko'p vaqtlaringda o'rmagan holatda yakunlayveramiz aka. Asilbek, obunachilarimiz kelishaveradi. Onlayn olishganda ham bitadigan pullari xudo xolosa qo'yilyapti. Xayriga o'tiladigan joylari bor. Ma'qul kelgan aka-ukalardan bo'lsa aloqaga chiqadi, dastlabkalarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bugunga shu Asilbek. Hammaga omad, hammaning chorasiga Alloh baraka bersin. O'tgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Kelaverasizlar.